Endi o'tgan safar ham aytdik, ba'zi bir holatlar bor ekanki, nima qiladi? Biz istagan qoidani nima qiladi? Buzadigan holatlari bor. Vodorod bramid ta'sir ettiramiz. Keyin ko'pchilik shu vodorod bramidni farqi yo'q bu joyga vodorod xlorid olsagan yoki suv olsagan nima olamiz? Suv olib ketaveramiz bu yoqqa. Mana non olamiz, non deb yozardik. Demak, suv. Agar endi shu joyga toriy oksidi yoki bo'lmasam odatda nima bo'lardi? Vodorod peroksid qo'yilgan vaqtida Markovning qoidasini nima qiladi? Teskari holatga o'tkazadi. Boya aytdik, vodorod qaysiga borardi? Ko'piga borarmini? Endi vodorod ko'piga, OH vodorod kamiga boradigan sen teskarilashadi. Naborot, vodorod endi nima bo'ladi? Kamiga boradi, OH ko'piga boradi. Natijada moddamiz qanday yoziladi? CH3, CH2, xo'p, CH2, OH bo'ladi. Xo'p, bu bitta variantda kelishi mumkin edi. Mana shular ham mana tushadigan holatlari bor. Nima dedi? Bilim malakalashida qilsa ham tushishi mumkin yoki sertifikatda ham tushishi mumkin. Endi ikkinchi holati bor edi. Agar mana bu joyga qutblaydigan, ya'ni elektromanfiyligi baland bo'lgan modda qo'shadigan bo'lsak, mana bu holatda ham nima qiladi? Markovning qoidasiga teskari bo'ladi. Bo'lam teskari bo'ladi. Chunki boya o'tgan safar aytdik, elektronlar bu tarafga qarab oqish kerak edi. Endi nima bo'ladi? Elektromanfiy element bo'lganligi hisobiga teskari qarab oqadi. Natijada mana bu qismdan ko'ra bu qism nima bo'ladi? Kuchliroq elektron yig'ilib qoladi. Ya'ni manfiylashadi. Bu misol uchun bitta plus bo'ladigan bo'lsa, endi bu bitta minus bo'ladi. Bilamiz, xlorimiz minusga plus. Atayin yozdik. O'zi boya bromda ham mana bu bitta plus, bitta minus, bular nimaga minus plus? Buning holati bilan bularning holati ozgina farq qiladi. Bu ionlik darajasi baland. Ion daraja o'tyaptimi? O'sha plus minus bo'ladi. Bu qutblangan holatda turibdi. O'tadigan bo'lsak nima bo'ladi? S ftor 3 qaysi bo'ladi? CH2 CH2 nima bo'ladi? Xlor bo'ladi. Tushundingmi? Markovning qoidasini teskari qiladigan holatlar ikkita ekan. Eritmaga, misol uchun toriy oksidni qo'shish mumkin yoki bo'lmasa, nima edi? Eritmada vodorod peroksid ishlatish orqali. Ikkinchi holat nima edi? Kuchli elektron. Faqat ftor bo'lishi shart emas. Karboksil bo'lsa ham CH3 Xo'p, shuni mana bunday qilaylik-da. Mana shu yerga qo'shib qo'yaylik. CH2 qo'shib COH bo'lsin. Mana shunga H xlor qo'shaylik. Nima bo'ladi endi? Vodorod qaysiga boradi? Bungami, bungami? Endi vodorod mana bunga keladi, kamiga keladi, biron ko'p vodorod ko'piga boradi. Va CH2 biron CH2 COH bo'ladi. Tushundingmi? Xullas, Markovning qoidasini nimalar buzar ekan? O'sha vodorod peroksidga o'xshash qutbli nima edi? Moddalar yoki bo'lmasam o'sha molekulaning o'zida elektron balansni buzadigan holatdagi nima deydi, qism bo'ladigan bo'lsa, Markovning qoidasiga teskari boradi. Tushundingmi? Yaxshi. Endi keyingi anaqamiz qo'sh bog'li birikmalarga kuchli oksidlovchi qo'shish. Mana shu ham anchagina qiynab qo'yadi bizda. CH2 qo'sh bog' shunga kaliy permanganatning suvli eritmasini qo'shsak. Suv eritmasi. Keling shuni anaqa qilaylik, ozgina uzaytirsak. Mana bunday qilaylik. Bitta modda yozyapmiz. Nima bo'lardi? Bu Wagner reaksiyasimidi? 300 telefon raqami 324 ga 322 edi.
Yodlab qo'yamiz. Ko'p tushadi. CH3 CHOH CHOH nima bo'ladi? Kaliy gidroksid, marganiz oksidi, qora cho'kma. Juda ko'p, eng ko'p tushadigan mavzulardan biri hisoblanadi. Nima edi? Reaksiyalardan biri hisoblanadi. Qanaqa deb o'tamiz? Demak, o'ylanmasdan ichizi 24 ga 322 bo'ladi. Oshqatachi qo'yib tenglashtirib o'tirmaymiz. Imkon qadar yodlab qo'yishimiz kerak. To'g'ri, tenglashtirsangiz ham bo'ladi. Bizga muhimi nima bo'ladi? Nima edi? Shu reaksiyani yodlab qo'yganimiz ma'qulroq, juda ko'p tushadi. Endi qarang. Mana shu joyga bizni qiynaydigan joyi bor-da. CH3 xuddi shu modda kaliy permanganat sulfat kislota qo'shib ketsak. Endi mana buning oksidlovchiligi oshib ketadi. Natijada qo'shboq qayerda bo'lsa o'sha joyda nima qiladi? Uzib tashlaydi. Boya biriktiryapti. Endi nima qiladi? Uzib tashlaydi. Natijada mana bundan sirka kislota CH3 COH bundan karbonat angidrid va nima chiqadi? Suv chiqadi. Nargi moddalarimiz bor. Marganiz sulfat, kaliy sulfat bo'ladi. Xo'p. Buni qaysi usul bilan tenglashtirishimiz kerak edi? Garsiya usulida tenglashtirganimiz. Organik moddalarni imkon qadar Garsiya usulida tenglashtirsak, nima bo'ladi? Osonroq bo'lardi. Tenglashtirib ko'ramiz. Yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. CH3 CH qo'shboq, CH2 kaliy permanganat. Demak, keling buni shunday to'g'ri-to'g'ri yozib keta qolaylik. Ikkita qismga bo'linyapti bular. Mana bu modda nima chiqyapti? Sirka kislota. CH3, COH va karbonat angidrid. Ikkinchi suv ham bor, menimcha. Suv bo'lish bo'lmasligini hozir ko'ramiz. Keyingisi kaliy permanganat, sulfat kislota, kaliy sulfat, marganiz sulfat nima bo'ladi? Suv bo'ladi. Endi mana buni tenglashtiradigan bo'lsak, kaliy bu yerda nechta? 2 tami? Buni oldidan 2 qo'yib ketamiz. 2 qo'yib ketadigan bo'lsak, o'z-o'zidan mana bu ham 2 bo'ladigan bo'ldi. Sulfatlar nechta bo'lib ketdi? 3 ta bo'ldimi? Bu yerga 3 ta qo'yamiz. Va vodorodlarimiz endi 6 ta, mana bu yerga 3 qo'ysak teng bo'ldi. Tepani tenglashtirishga harakat qilamiz. Garsiya usulida kislorod soniga qaralmaydi. Shu kislorod usuli deymiz. Bu joyda uglerodlarimiz teng, vodorodlar sanab olamiz. Bu yerda nechta bo'lyapti? 6 ta bo'lyaptimi? Bu joyda 4 ta bor. Demak, suv bo'lib chiqqan deymiz. H2O bo'ladi. Teng bo'ldi menimcha. Endi faqat nima bilan tenglashtiramiz? Kislorod bilan tenglashtiramiz. Bu joyda nechta kislorod bor? 2 ta, 4 ta, 5 ta. 5 ta kislorod deymiz. Bu joyda kislorodlarimiz 8 ta, 12 ta, 20 ta. 12 ta, 15 ta. Farq nechta? 5 ta bo'ladi. Demak, 1 ga 1 ekan. Almashtirib o'tirishimiz shart emas. 1 ga 1. Endi qo'yib ketamiz. Bu moddaning oldidan nech qo'yamiz? 1 qo'yamiz. 1 ni qo'ymaslik endi yozyapmiz. Bolalar o'zi 1 shart emas. Har qanaqa narsani 1 ki. Mayli o'zi chalg'imasligimiz uchun 1 yozib ketyapmiz. Xo'p. Keyin mana bu modda oldiga ham 1 qo'yamiz, sirka kislota. Buning oldiga ham 1 qo'yamiz. Suvning oldiga qo'yishga shoshilmay turamiz. Chunki pastda ham, tepada ham suv bor. To'xtatib turamiz. Keyingisi kaliy permanganat oldi 2, sulfatning oldiga 3, marganiz oldiga 2. Endi suv tenglashtirib ko'ramiz. Bu tarafda suv 3 ta. Tepada suv bitta bormidi? Keyingisi 3 tamidi? Nechta qo'yamiz? 4 ta suv qo'yamiz. Xo'p, sanab ko'raylik. To'g'rimi? Kislorodlar sanasak, o'zi chiqadi. Kislorodlarimiz 8 ta, 20 ta, 2 ta, 4 ta, 8 ta, 16 ta, 4 ta, 20 ta. Demak, teng ekan. Tushundiga?
Ehtiyot bo'ladigan joyimiz bor. Sertifikatda ham mana shu narsalarga ehtiyot bo'lamiz. Qarang, nima farqi bor? Bir xil suvning o'rniga sulfat seta bo'lyapti. Bo'ldi, shu bilan farq qilib ketyapti. O'shaning hisobiga iltimoslardan yaxshilab, mukammalroq qarash kerak bu narsaga. Tushundinglar demak buni ham. Reaksiyani yaxshilab yozib olamiz. Sizlar daftarlaringizga pastki tarafga qo'yib yozsangiz ham bo'ladi anaqa. Reaksiyani tagiga.